Assalomu alaykum do'stlar, men Mirqodirov Farruh va siz mening YouTube kanalimdasiz. Bugun abituriyentlarimizni qiynab kelayotgan mavzulardan bittasi, ya'ni so'zni qo'shimcha yordamida yasalish haqida ko'rib chiqamiz. Qachon biz qo'shimcha qo'shsak, uni yasama so'z deb olamiz. Bugun siz bilan shunga javob topamiz. Birinchi navbatda biz qoidaga e'tibor berishimiz kerak. So'zning yasalishi uchun asosga qo'shilgan qo'shimcha asosning atash ma'nosini 100%, so'z turkumini 50%, so'rog'ini 50% o'zgartirishi kerak. Ya'ni biz ko'rib turganimizdek, atash ma'no 100% o'zgarishi kerak. Qo'shimcha qo'shganimdan keyin. Masalan, gul degan so'zni olamiz. Gul atash ma'nosi o'simlik. Unga ni degan qo'shimchani qo'shdim va hosil bo'ldi gulni degan so'z. Oldingi asosim o'simlik edi. Hosil bo'lgan so'zning atash ma'nosi ham o'simlik. Demak, bu yasama emas deb qaraladi. Chunki atash ma'no o'zgarmadi. Keyingi so'zimizga e'tibor beradigan bo'lsak, gul atash ma'nosi o'simlik, qo'shamiz chi, hosil bo'ladi gulchi. Atash ma'no 100% o'zgardi. O'simlikdan shaxs otiga o'tdi. Demak, men chi qo'shimchasini so'z yasovchi qo'shimcha deb olaman. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, biz qo'shgan qo'shimcha asosning atash ma'nosini o'zgartirsa, demak u yasovchi qo'shimcha deb olinadi. Agarda videodan mavzuni tushungan bo'lsangiz, berilgan so'zlardan nechtasi yasalgan? Javoblaringizni kommentariyalarda qoldiring.